Bugun Damashq shahrida Ramazonning ilk kuni. Tarixiy ko'chalar, masjidlar va bozorlar bu muborak oyga tayyorlanmoqda. Zero bu kun 50 yillik kutilgan Ramazon oyining ilk kuni. 50 yillik zulmatdan nurga chiqqan mazlumlar uchun katta bir xursandchilik yog'dusidir bu Ramazon. Shuningdek, Suriyada bu yilgi Ramazon islomiy boshqaruv ostidagi birinchi Ramazondir. Hozirda men Masjidul Umaviyga ketadigan ko'chada ketyapman. Subhanalloh, mana bu yurgan yo'lingizdan tortib qal'alargacha, mana bu uylargacha tarixga ega. Subhanalloh deysiz, o'z Damashqni ham bir internetga yozib ko'radigan bo'lsangiz, dunyo bo'yicha eng qadimiy shahar hisoblanadi. Ya'ni 10 ming yillik tarixga ega. Mana, ko'rdingmi? Men orqamda Masjidul Umaviy, o'sha